Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun matematika darsimizning 7-qismini boshlaymiz va bu chiziqli tenglamalar sistemasi mavzudan boshlaymiz. Chiziqli tenglamalar sistemasida 2 yoki 3 tenglama qatnashgan bo'ladi. Bu tenglamalarni ishlashda odatda 3 yo'li bor. Birinchi yo'li qo'shish ayirish usuli, ikkinchisi o'rniga qo'yish usuli, uchinchisi esa grafik usulida ishlash. Hozir qo'shish va ayirish usulini sizlarga tushuntiraman. Qo'shishda x yoki y ni mana y tepadagi tenglama va pastdagi tenglamada mana y koeffitsientlari, oldidagi sonlar koeffitsientlari qarama-qarshi sonlar bo'lishi kerak. Agar 8 bo'lsa, bu yerda -8 yoki 30 bo'lsa -30. Mana bu yerda x koeffitsiyenti 2. Demak, bu yerda -2 hosil bo'lishi kerak. -2 hosil bo'lishi uchun chap va o'ng tomonini 2 ga ko'paytiramiz. Har qanday tenglamada tenglikni chap va o'ng tomonni bir xil songa ko'paytirsak bo'ladi. 2 kere 8y 16y minus 2x teng 8. 2x minus 21y teng 2. Endi mana koeffitsiyentlar bizda qarama-qarshi son bo'ldi, qo'shaveramiz. Ya'ni tenglikni chap tomonni alohida, o'ng tomonni alohida. Qo'shganda 2x bilan minus 2x qisqarib ketadi. 16y minus 21y bu beradi bizga minus 5y ni. Teng 8 plus 2 10. Bu yerdan chiqadi bizga y teng minus 2. Y ni qiymatini topdik. Y qiymatini olib, yo birinchi tenglamaga yo ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yamiz. Mana endi ikkinchisiga olib borib qo'ysak, 2x minus 21 ko'paytirilgan minus 2 beradi bizga plus 42 ni teng 2. 2x teng 42 ni o'tkazamiz qarama-qarshi ishora bilan minus 40. X teng bo'ladi minus 20. X ni ham topdik, y ni ham topdik. Bu qo'shish usuli. Endi keyingi holatda mana qo'shish usulini qo'llasak agar, y bizda bu yerda minus 1, bu yerda esa minus 5. Xo'sh, bu yerda 5 hosil bo'lishi uchun biz tenglikni chap va o'ng tomonni minus 5 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytiramiz minus 5. Hosil bo'ladi. Ajratamiz. Tak, minus 10x plus 5x teng minus 2,5. 3x minus 5y teng 13. Qo'shaversak agar, mana bu yerda y bizda 5y bilan minus 5y qisqaradi. Minus 10x plus 3x beradi bizga minus 7x ni. 13 minus 2,5 bu beradi bizda 10,5 ni. Endi x teng minus 7 bo'lib o'tadi. 10,5 bo'lingan minus 7. Bu yerdan x teng minus 1,5 ga. X qiymatini topdik. Y ni qiymatini topish uchun x ni qiymatini olib kelib qo'yamiz bu yerga. 3 ko'paytirilgan minus 1,5 bu bo'ladi minus 4,5. Minus 5y teng 13. Bu yerdan 5y teng minus 4,5 ni ayiramiz 13 ni. Minus 17,5. Y teng 5 ni bo'luv qilib o'tkazib olsak, minus 17,5 taqsim 5. Surat mahrajini 2 ga ko'paytirib olsak, 35 taqsim 10. Bu yerdan chiqadi y teng minus 3,5 ga. Y ni ham topdik, x ni ham topdik mana. Keyingi holatda agar berilgan bo'lsa, avval birinchi ko'paytirib olib, noma'lum, ya'ni harflarni chap tomonga, ma'lum sonlarni esa o'ng tomonga o'tkazib olamiz. Tak, mana sistema 6x minus 4y minus 7x, mana 7x ni o'tkazdik bu yerga, teng minus 1. 12x plus 12y minus 7x minus 12y teng 15 ga. 15 ni esa bu tarafga o'tkazamiz. Har bir ifodani tenglikni bir tomondan ikkinchi tomoniga o'tkazsak, qarama-qarshi ishora bilan o'tadi. 6x minus 7x bu beradi bizga minus x ni minus 4y teng minus 1. 12x minus 7x bu beradi bizga 5x ni. 12y minus 12y qisqarib ketadi. Teng 15 ga. Mana bu yerdan x topadigan bo'lsak, x teng 3 bo'lyapti mana. Birinchi tenglamaga x o'rniga 3 ni qo'yamiz. Minus 3 minus 4y teng minus 1. 4y teng minus 3 minus 1 bu beradi plus 1 ni. Y teng shunda minus 2 taqsim 4 yoki y teng minus 0,5.
ni ham topdik, x ni ham topdik. Xo'sh, mana ajratib qo'ysak. Keyingisi, kasr holatda berilgan bo'lsa, birinchi umumiy mahrajni keltirib olamiz. Bu yerda 3 ta, bu yerda 5 ta. 6m plus 5n teng 15 ga. Ya'ni bu yerga 15 ta beramiz. Keyingisida 10 va 6 30 bo'ladi. Ekuk bu yerda 3 ta, bu yerga 5 ta, bu yerga esa 30 ta. 3m minus 35n teng 120. Xo'sh, mana yana bizda hosil bo'ldi. Minus 35n, bu yerda plus 5n. Demak, tenglikni chap va o'ng tomonini 7 ga ko'paytiramiz. Nima uchun? Bu yerda bizda 35n hosil bo'lishi uchun. 35n minus 35n bilan qisqaradi, faqat m lar qoladi. 42m plus 35n teng 7 kara 15 105. Tak, 3m minus 35n teng 120. Endi qo'shaveramiz tenglikni. O'ng tomonni, chap tomoni alohida, o'ng tomoni alohida. Minus 35n plus 35n qisqaradi. 42 plus 3m beradi 45m ni. Teng 225. M bu yerdan chiqadi, 45 ni bo'lib qilib o'tkazsak 5. M ni qiymatini topdik. Endi m ni qiymatini olib kelib mana bu yerga qo'yamiz. 3 ko'paytirilgan 5 15 minus 35n teng 120. 35n teng 15 dan 120 ni ayirsak minus 105. N chiqadi, 35 ni bo'lib qilib o'tkazsak minus 3. N ni ham, mana m ni ham qiymatini topdik. Keyingi holat, endi o'rniga qo'yish usuli bilan ishlaymiz. O'rniga qo'yish usulida bitta noma'lumni ikkinchi noma'lum orqali ifodalash kerak. Ya'ni masalan, 5z teng 8y minus 23. Bu yerdan z teng 8y minus 23 bo'lingan 5. Mana biz z ni y orqali ifodaladik. Endi z ni o'rniga olib kelib mana bu ifodani qo'yamiz. 3y minus 2 ko'paytirilgan qavs ichida 8y minus 23 bo'lingan 5 teng 6. Bu yerga beramiz 5 ta, bu yerga ham beramiz 5 ta. Chunki mahrajda 5 bor. Umumiy mahraj keltirib, mahrajni tashlaveramiz. 15y minus 2 har biriga ko'paytiriladi. Minus 16y plus 46 teng 30. 15y minus 16y minus y 46 minus bo'lib o'tadi bu yerga minus 16. Ikkala tomonni minus 1 ga ko'paytirsak y teng 16 ga. Endi x qiymatini topish uchun y ni qiymatini olib kelib mana bu yerga qo'yamiz. Z ni qiymatini topishimiz uchun. Z teng 8 ko'paytirilgan 16 minus 23 bo'lingan 5. Tak, 8 ko'paytirilgan 16 beradi bizga 128. 128 ayrilgan 23 bo'lingan 5. 105 bo'lingan 5. Bu ham chiqadi bizga 21. Demak, z teng ekan 21 ga. O'rniga qo'yish usuli. Endi mavzuni tushungan bo'lsangiz, hozir ekranda vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling. Darsimizni davom ettiramiz. Keyingi mavzumiz chiziqli funksiya. O'zi funksiya nima degani? Ya'ni y teng fx. Y ni x dan bog'liqligi bu funksiya deyiladi. Chiziqli funksiya esa y teng kx plus b. Ya'ni x birinchi darajada bo'lsa, bu chiziqli funksiya deyiladi. K bu koeffitsient, b ozod xat. Agar koordinatani tekisligida chizsak, bular chiziqli funksiyaning grafikini. Xo'sh, agar o'suvchi bo'lsa, mana shu turishda ketadi. O'suvchi tepaga qarab o'sib ketyapti. Ya'ni uchta holatda ham k katta 0. Lekin b esa mana bu yerda b kichik 0, b 0 ga teng, b esa katta 0. Ya'ni b musbat bo'lsa, mana bu ko'rinishda bo'ladi. B 0 ga teng bo'lsa, ya'ni b yo'q, y teng kx funksiya mana shu holatda bo'ladi. Agar k musbat, b manfiy bo'lsa, ya'ni pastroqdan o'tadi.
Uchta holatda ham k musbat. Agar k manfiy bo'lsa, demak mana keyingi holat k manfiy bo'lsa, x mana y. K manfiy holatda. Uchta holatda ham k manfiy, b musbat, b teng 0 va b esa manfiy. Endi yana qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? Agar ikkita funksiya berilgan bo'lsa, ikkita funksiya parallel. Y teng k1 x plus b1, y teng k2 x plus b2. Ikkita funksiya berilgan, qachon bular parallel bo'lishi mumkin? Parallellik sharti k1 teng k2 ga. Ikkinchi holati. Ikkita funksiya mana birinchi funksiya, masalan, ikkinchisi mana bu. 90 gradus burchak ostida kesishadi. Qachonki koeffitsiyentlar ko'paytmasi -1 ga teng bo'lsa. Qayerdadir kesishadi, masalan, qayerdadir bular kesishadi. Masalan, mana bu funksiya va mana bu funksiya. Grafika qayerdadir kesishi mumkin agar k1 teng emas k2 bo'lsa. Klar teng bo'lsa, bular parallel bo'ladi va hech qachon bular ikkita grafik kesishmaydi. Keyingi holat. Endi agar masalan bizda bironta funksiya berilgan, y teng x minus 2 funksiya. Mana shuni hozir grafikini yasab ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda x ga qiymat berib chiqamiz. X teng masalan 1 da, y teng 1 qo'ysak, minus 1. X teng 2 da, y teng 2 qo'ysak 0. X teng 3 da 3 bersak, y teng 1. Endi shu nuqtalarni topamiz. X teng 1. Mana masalan x mana bu yerda 1. Y esa minus 1. Mana y minus 1. Demak, mana bu ikkitasi mana bu yerda kesishadi. Nuqta, umumiy nuqta. X teng 2 da y 0. X teng 2 da y 0. Mana shu nuqta. X 3 da esa y 1. Mana x 3, y esa 1. Mana 1. Demak, mana bu nuqta bo'lyapti. Chiziqli funksiyaning grafikini yasash uchun ikkita nuqta ham yetarli. Hozir bizda 3 ta nuqta bo'ldi. Endi mana shu 3 ta nuqtani mana tutashtirib o'ramiz. Bitta to'g'ri chiziq bilan tutashtirdik. Mana shu grafik, mana shu funksiyani grafigi hisoblanadi. Endi masalan yana keyingi holat. Y teng kx funksiya berilgan. K ning qanday qiymatida shu funksiya 2 va minus 5 nuqtadan o'tadi? K ning qanday qiymatida desa, x ning o'rniga 2 ni, y ning o'rniga minus 5 ni qo'yamiz. Minus 5 teng k ko'paytirilgan 2. Endi k ni topamiz. Oddiy tenglama 2 bo'luv bo'lib o'tadi. Minus 5 taqsim 2. Ya'ni k ni minus 2,5 qiymatida shu funksiya mana bu ikkita nuqtadan o'tadi. Mana bitta nuqtadan. Ya'ni x 2, y esa 5. Y teng masalan kx xuddi shu funksiya 1 u minus 2 nuqtadan, x bo'yicha 1, y bo'yicha minus 2 nuqtadan o'tsa, k nimaga teng? K teng 1 dan y ning o'rniga minus 2, x ning o'rniga 1 ni qo'ysak, javob minus 2 kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi y teng masalan bizga funksiya berilgan kx plus 2. Shu agar minus 7 va minus 12 mana shu nuqtadan o'tsa, k nimaga teng? Y ning o'rniga minus 12 ni. Koordinata berilgan bo'lsa, har doim birinchi bu x ni koordinatasi, ikkinchisi esa y niki. Minus 12 teng minus 7 ko'paytirilgan k plus 2. 2 minus bo'lib o'tadi. Minus 14 teng minus 7k. K teng esa 2 ga. K ni qiymatini topdik. Xo'sh, keyingisi y teng 3x plus b. Mana shu holatda funksiya berilgan va bu funksiya minus 2,9 nuqtadan o'tsa, b ni qiymatini topish kerak. Y ni o'rniga 9 ni, x ni o'rniga minus 2 ni qo'yamiz. Bu yerda minus 6 hosil bo'ladi. 3 kara minus 2 plus b. Minus 6 plus bo'lib o'tadi, ya'ni b teng 15 ga. B teng 15. Topdik buni. Xo'sh, keyingisi
Masalan, ikkita funksiya berilgan deylik. Ikkita funksiya y teng 2x minus 7, y teng mana minus 6x plus 9. Savol, kesishadimi shu ikkita funksiya? Koeffitsient bu yerda 2, bu yerda esa minus 6. K1 teng emas K2. Kesishadi. Kesishadi. Agar shu K'larni ko'paytmasi minus 1 ga teng bo'lganida, bular 90 gradus burchak ostida kesishadi. Agar K'lar oddiy bir xil bo'lganida, bular parallel bo'lib kesishmasdi. Xo'sh. Keyingisi. Masalan, y teng kx plus b funksiya berilgan. Shu funksiyaning grafigi a 1 u 3 nuqtadan o'tadi va b 2 minus 3 nuqtadan o'tsa, shu funksiyaning grafigi mana shu ikkita nuqtadan o'tsa, shu funksiyani topish kerak. Ya'ni k va b ni aniqlab funksiyani yozishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Ikkita nuqtani olib sistema tuzamiz. Y ni o'rniga 3 ni qo'yamiz, teng. X o'rniga 1, 1 ko'paytirgan k plus b. Keyingisi y ni o'rniga minus 3, x ni o'rniga 2, 2k plus b. Mana bizda tenglamalar sistemasi hosil bo'ldi. Tepadan agar o'rniga qo'yish usuli bilan ishlaymiz, o'rniga qo'yish, ya'ni b ni k orqali ifodalaymiz. b teng k minus bo'lib o'tadi. 3 minus k. Endi keyingi tenglamada minus 3 teng 2k plus b. b ni o'rniga 3 plus minus k ni qo'yamiz. 3 minus bo'lib o'tadi. Minus 6, 2k minus k teng k ga. Ya'ni k ni topdik. K teng minus 6. K ni qiymatini topdik. Endi olib kelib k ni qiymatini o'rniga qo'yib b ni topamiz. b teng 3 minus minus 6. Ikkita minus plusni berib 9 bo'ladi. Ya'ni umumiy holati y teng minus 6x plus 9. Mana to'liq funksiyani yozdik. Endi keyingi holat. Masalan, funksiya ikkita nuqtani o'tadi. A nuqtamiz 0 va minus 1. B nuqta esa 5 u 4. Mana shu ikkita nuqtadan o'tuvchi funksiyaning grafigi va bizga berilgan yana 2x plus y teng mana yana ikkinchi funksiya. Ikkita nuqtadan o'tuvchi grafik funksiya va mana bu funksiya kesish nuqtasini topishimiz kerak. Ikkita funksiyani kesish nuqtasini topish uchun avval birinchi biz ikkita nuqtadan o'tuvchi funksiyani tuzib olamiz. Xo'sh, y teng kx plus b. Y ni o'rniga qo'yamiz minus 1, mana minus 1 teng x ni o'rniga 0 qo'ysak, ya'ni k 0 bo'lib ketadi, b qoladi, mana b. Demak, b teng minus 1. Ikkinchisi, y ni o'rniga 4 ni qo'yamiz, x o'rniga 5 ni qo'yamiz. 5k plus b bor, lekin plus b, b ni o'rniga minus 1 ni qo'yamiz. Minus 1. Minus 1 plus bo'lib o'tadi. 5 teng 5k. Bu yerdan demak k teng bizga 1 ga. K 1 ga teng, b esa minus 1 ga. Bu yerdan bizga hosil bo'ladi y teng x minus 1. Ya'ni mana shu funksiya shu ikkita nuqtadan o'tadi. Endi bu funksiya bilan bu funksiyani kesishish nuqtasini koordinatalarini topishimiz kerak. Y teng x minus 1. Bu yerdan y ni ifodalasak, y teng minus 2x. Ikkita funksiyani kesish nuqtasi koordinatasini topish uchun y-larni tenglashtiramiz. Ya'ni y1 teng y2 ga. Y1 bizga teng x minus 1 ga, y2 esa minus 2x ga. Minus 2x plus bo'lib o'tadi 3x, minus 1 bu tomonga plus bo'lib o'tadi teng 1. Demak, x bo'yicha koordinata 1 taqsim 3 ga teng. Y bo'yicha koordinatani topish uchun x qiymatini olib kelib bu yerga qo'yamiz yoki bu yerga qo'yamiz. Y teng minus 2 ko'payib 1 taqsim 3, minus 2 taqsim 3. Y bo'yicha koordinata minus 2 taqsim 3, x bo'yicha 1 taqsim 3. Demak, umumiy kesish nuqtasi 1 taqsim 3 va minus 2 taqsim 3. Mana shu holatda chiziqli funksiya ishlanadi va mana shu shartlar bor.
Endi bilimingizni mustahkamlash uchun hozir vazifalar chiqadi. Shu vazifalarni ishlab, bilimingizni mustahkamlab oling. Videolarimizni dalshi ko'rib, rivojlanishni davom ettiring. Obuna bo'lishni unutmang va like bosing.